Ümmetçilik ve milletçilik. Abduri Muhammed Yusuf. Köp sandaki musulmonlar ümmetçilik bilen milletçilik uqumlarini tar ma'nida tushunib olganlikdan bu ikki masalani bir-biriga qarshi qilib qo'yish ikkisini munosib darajada elib borolmaslik krizisiga duch kelmoqda. Ümmetçilik deganimiz o'zimizning islom ummatining bir parchasi ekanligimizni bilib, ustimizdagi mas'uliyat va majburiyatlarni mukammal o'rindab, o'zimizning islom ummatiga mansub ekanligimizni amaliy ravishda ro'yobga chiqarishdir. Millatchilik deganimiz o'zimiz mansub bo'lgan qavmga qarata o'tashga tegishli burchimizni to'liq o'tash va majburiyatimizni ado qilish deganlikdir. İslam ümmeti, İslam diniga e'tiqod qiladigan, hayot sohalarida islom shariatiga amal qiladigan, butun insoniyatga islom da'vatini yetkazish vazifasini ustiga olgan bir ummatdir. Ummatlar ichida haq yo'lga da'vat qiladigan va haqiqatni ching turadigan bir ummat bor. İslam ummatining gavdasi uning aqidasining birligi, da'vatining birligi va shariatining birligi bilan butunlandi. Demek, İslam aqidasiga iman keltirgan, İslam shariatiga amal qilgan va İslam da'vatiga hissa qo'shgan har bir musulmon İslam ummatining bir a'zosidir. İslam ummati cho'ng bir oila bo'lib, u kichik oilalardan tarkib topadi. Kichik oilalarning isloh qilinishi, kuchlanishi va ro'naq tepishi cho'ng oila bo'lgan İslam ummatining isloh qilinishiga, kuchlanishiga va ro'naq tepishiga turtki bo'ldi. Xuddi shuning o'xshash islom ummati nurg'unlagan millat va irqlardan tarkib topgan bo'lib, bir arg'amchining kuchlik bo'lishi uchun ashu arg'amchini tashkil qilgan yiplarning chidamliq va kuchlik bo'lishi shart bo'lgandek, bu ummatning kuchlik bo'lishi uchunmi uning mansub bo'lgan millat va irqlarning kuchlik bo'lishi shartdir. Shuning uchun islom diniga mansub bo'lgan har bir millatning avval o'zini kuchlantirishi, o'zini yetishtirishi va o'zini islom ummatining bir partisi bo'lishga salohiyatli qilish lozim. Buning asosan har bir millatning avval o'zining manfaatini ko'zlashi, o'zining qiyinchiligini hal qilishi va o'zining kuchlanishiga ko'ngil bo'lishi muhim. İslam dini musulmonlarning o'z ahli va o'z millatini boshqalardan bakrak suyishini, yordamni eng avval shularga qilishini va hammadan avval shularning g'amini yeyishni to'smaydi. Chunki islom dini insonlarning tabiatiga va manfaatiga tamoman uyg'un bir dindir. İnsanlarning tabiatidagi o'z millatiga bo'lgan sevgi, muhabbatni ularning qalbiga solgan zotmu Alloh taolodir. Bundaq bo'lgan ekan, haqliq ravishda o'z millatini suyish, o'z millatining g'amini yeyish va o'z millatining manfaatini oldingi o'rin qo'yish tamoman yo'lliqdir. Hatto ba'zi sharoitlarda zarurdir. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga oilangdagilarni namozga buyurgin va o'zingmi uningga chidamliq bo'lgin va yaqin tuqqanlaringni ogohlantirgin degan amirlarda yaxshilikning eng avval o'z yaqinlaridan boshlashga buyurgan. Bir millatning eng yaqin kishilari uning o'z ahli va o'z millatidir. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Alloh taolo insonlarni bir ota va bir onadan yaratgandan keyin o'z hikmati bilan ularni har xil qabila, har xil millat qilib yer shariga tarqatdi. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. Öz ara tanışışınlar üçün sizlərni nurgun millet və qəbilə qıldıq. Şunun bilan Allah Taala insanların qalbiga öz qavmini, öz milletini suydigan his tuyg'uni saldı. Şu səbəblik hər millet və hər qavm öz milletini suydu və başqalardan görə öz qavmini özüge yaqin his qıldı. Milletining başqalar tərəfindən ayıplanishiga, kamsitilishiga və bo'zaq qilinishiga chidab turolmaydi. Bu his tuyg'u butkul insonlarda mavjud bo'lgan o'rtaq bir narsa bo'lib, uni inkor qilg'ili bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalom Toyibga chiqqanda mushriklardan shundoq chidog'siz arziyatlarni ko'rgandan keyin Alloh taologa dardini aytib duo qilganda, Alloh taolo taqqa muakkal farishtani avatgan. Farishta kelib ikki tog'ni mushriklarning ustiga tashlaymi deganda payg'ambar alayhissalom yo'q, chunki mening qavmim bilmaydi degan. Mana bu payg'ambar alayhissalomning o'z qavmini naqadar suydiganligini ko'rsatdi.
Yana sahabe keremlerden Tufayl ad-Davsi degan kishi musulmon bo'lganda qavmi uni intayin qattiq urib qiynagan. Bu ahvolni ko'rgan payg'ambar alayhissalom duo qo'l ko'targanda sahobalar Davsi qabilasi halok bo'ldi deyishgan. Tufayl mundaq deydi: "Men u vaqtda qavmimning halok bo'lishidan qattiq qo'rqib ketgan edim. Ammo payg'ambar alayhissalom qavmimning hidoyati uchun duo qilgan ekan." Bu Tufaylning o'z qavmini qanchalik suydiganligini ko'rsatadi. Lekin har qanday narsaning chek-chegarasi bo'lgandek, millat va qavm sevgisining chek-chegarasi bo'ladi. Ammo insonlar bu chek-chegarani ayriy olmasa, o'z millatini hammadan ustun deb da'vo qilib, boshqa millatlarni ko'zga ilmaslikdek, kamsitishdek yomon odat maydonga keldi. Buning natijasida insonlar qabilavozlik qilib bir-biri bilan urushadigan, haq-nahaq bo'lishiga qaramasdan, qarg'ularcha o'z millatining tarafini tutib bir-birini o'ldiradigan ishlar kelib chiqadi. İslam dini bütkül işlarni inson tabiatiga eng uyg'un shaklda radga solgandek, bu millatchilik masalasini insonning yaratilish tabiati bor bo'lgan millat sevgisini yo'q chiqarmasdan, millatchilikdan kelib chiqadigan yuqorqidek ziyon zahmatlarga yo'l qo'ymasdan nihoyatda muvofiq shaklda hal qilgan. İslam dini dunyoda mavjud bo'lgan barliq millat va qabilalarga kelgan olamshumul bir din. Bu din her millet musulmonlarning o'ziga xos alayliklerini va o'zgachiliklerini e'tirof qilish bilan birga barliq insonlarning hurmatga o'xshash ekanligini va ularning aslining bir ekanligini jakolagan. Bu haqda payg'ambar alayhissalom: "Hammanglar Odam alayhissalomdan kelgan va Odam alayhissalom bo'lsa tuproqdan yaratilgan" degan. İslam yana kishining qaysi bir millatdan bo'lishi uning o'zgacha alaylik bermaydiganligini, fazilat va alaylikning faqat yaratquchisini tunib, uningga qulchilik qilish ekanligini e'lon qilgan. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: "Haqiqatan Allohning dargohida eng hurmatli sanaldiganlar eng taqvodor bo'lganinglardir." Payg'ambar alayhissalom eng oxirgi hajni qilgan vaqtda Arafatda turib o'qigan vido xutbasida mundaq degan: "Ey insonlar, unutmanglarki, sizlarning Rabbinglar bir, otanglar birdir. Arabning ajamdan, ajamning arabdan ortiqchiligi yo'q. Qizil tanlikning qora tanlikdan, qora tanlikning qizil tanlikdan ortiqchiligi yo'q. Ortiqchilik faqat taqvolikdir." İslam dini insonlarni qabilavozlik, yurtvozlik va tor millatchilik illatidan qutuldirib, ularni eng oliy tuyg'u va yuksak g'oyada birlashtirgan. U bo'lsa-mu islomiy qarindoshlik tuyg'usidir. Shuning uchun Alloh taolo butkul musulmonlarni bir ummat deb atagan. Bu ummatning a'zolarining tillari boshqa, rangi boshqa, millati boshqa, yashaydigan yerlari boshqa. Ammo eng oliy g'oyasi bir, yuzlanadigan qiblasi bir, yo'lboshchi payg'ambari birdir. Sizlarning bu ummatinglar birli ummatdir. Men sizlarning Rabbinglarman. Ma'ngli qulchilik qilinglar. Allah Taala yana musulmonlarni hamma birdek Allohning diniga mahkam islab ayrilmaslikka chaqirib mundaq degan: "Hammanglar Allohning og'amchisiga mahkam islinglar, hech ayrilmanglar. Mo'minlar haqiqatan o'zaro qarindoshlardir." Musulmonlar hammasi o'zaro qarindosh bo'lgan ekan, hech bir millatni, hech bir qavmni yoki hech bir jamoatni kamsitishga, masxara qilishga bo'lmaydi. Allah Taala bizga bu haqda ta'lim berib mundaq deydi: "Ey iymon etganlar, bir qavm yana bir qavmni masxara qilmasin. Balki ular masxara qiluvchilarning o'zlaridan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Ayollarmi ayollarni masxara qilmasin. Balki ular masxara qiluvchilarning o'zlaridan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni ayblamanglar, bir-biringlarni yomon laqab bilan chaqirmanglar. Iymondan keyin pasliqlik nima degan yomon? Kimki tavba qilmaydi ekan, ular zolimlardir."